Savol quyidagicha. 1 ayrilgan 5 teng 16. Ikkita qalamni joyini o'zgartiring, ifodani to'g'rilang. Topgan o'quvchiga 50 ming so'm pul mukofoti. Mana bu yerga qo'ydim mana. Nechta qalam dedi? 1 minut vaqt. Ikkita qalamni joyini o'zgartiring, ifodani to'g'rilang. To'g'riz? Xo'sh. 1. Qanday bo'ladi? Tezroq o'yla, vaqt ketyapti. 15. 7 dan 5 ni ayirsak 2 bo'ladi, 15 emas. Bitta qalam. Bitta. Qo'shish. Hop. Qani? Qani. Ana shuni. Qalamda qo'shuv 5 teng. İşte qalam o'qiydi, ustoz. Nazarbayev bitta o'zgartiruvdi, ustoz. Imana. Bitman. Mana 5 edi. 2 qo'shuv 5 12. Bir qo'shuv-ku. Ayruvdi mana. Mana ayruvdi. Anaga qo'y. Dilshod nima bo'ladi? Hop. 1. Qoch to'yla, sal joy beringlar. Yumshaq. 7 ayrilgan 5 teng. Xo'sh. Ash qo'shib bilan bo'lganda ni topardim. Bu 5 ta, 2 emas-da. Nima topardim ki? 50 ming so'm pul yutib olishlaring mumkin edi. Topolmadingmi? Javobini aytaveraymi? Xo'p, qayta. Javobini aytaymi? Xo'p. Mana bu hozir qara mana. Ikkita qalamni olaman Anaga 11 qo'yasiz. va mana bu yerga 11 qo'yaman. 11 ayruv 5. 11dan 5 ni ayiramiz, teng 6. Topolmadinglarmi?